Abdulla Qahhor, Asror bobo. Abdulla Qahhor o'zbek hikoyachiligini zamonaviy jahon hikoyachiligi darajasiga ko'taradi va o'zbek realistik hikoyachiligining asoschisi degan nom oldi. Uning hikoyalari birinchi navbatda samimiyligi, ishontirish kuchi bilan kishini hayratda qoldiradi. Yozuvchi tasvirdagi hamma narsa hayot hodisasi, aynan bo'lib o'tgan voqea, real hayotning bir bo'lagi, epizodi bo'lib gavdalanadi. Hikoyalarning ko'pchiligi real hayotiy asosga ega. Ular adibning turmushda o'zi ko'rgan, eshitgan hodisalardan, tanish kishilar hayotidan olingan. Biroq ular hayotning aynan nusxasi emas. Agar yozuvchilik turmushdan nusxa ko'chirishdan iborat bo'lsa, dunyoda bundan oson ish bo'lmas edi, deydi adib. Hayotdan aynan ko'chirish, kitobdan ko'chirishdek gap. Nusxa bo'lib qolaveradi. Bunday narsalardan originallik kutib bo'lmaydi. Originallik hayot haqiqati dildan o'tkazish, uni his qilish, unga o'ylab yurgan gaplarni singdirish, tilaklarning qo'shib ifodalash bilan yuzaga keladi. Abdulla Qahhorning shunday hikoyalari borki, ular jahon novelistik adabiyotining eng yaxshi namunalari bilan bir qatorda qo'yish mumkin, deb yozgan edi rus tanqidchisi Smirnova. Qo'lingizdagi kitobdan o'rin olgan Asror bobo hikoyasi hajm kichik bo'lsa-da, lekin juda keng ma'noli asar hisoblanadi. Asarda insonlar taqdiri, oila munosabatlari, urush davrining hayoti, urushdan keyingi hayotga umid, kelajakka ishonch haqida so'z boradi. Adibning mahorati shundaki, u har bir qahramonga o'ziga xos vazifa yuklaydi. Masalan, Asror bobo ismi jismiga mos, sirli dardini ichiga yutadigan obraz. Uning ayoli mehribon, mushtipar ona, o'g'li urushga ketgan onalarning yorqin vakili. Yodgor asarning barcha halqalari shu obraz atrofida jipslashadi. Umid ramzi hisoblanadi.